أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المحمود هو الله جل جلاله ومصلى ومسلم عليه محمد وآله الله سبحانه وتعالى بعدد مختار الحمد صلى الله عليه رسول أكرم محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم صلوات سلام بسن السلام عليكم hurmatli أهل إسلام أهل إيمان aziz mo'min musulmon aka uka birodar opa singillar, Alloh subhanahu va taolo bir oy mobaynida qilgan ibodatlarimizni, tutgan ro'zalarimizni, o'qilingan xatm Qur'onlarini, tarovih namozlarini Alloh taolo o'zini dargohida beriyolik bilan qabul maqbul qilsin. Juma xutbalarida arab diyorlarida umuman butun dunyo mo'min musulmonlarning odati shuki, Ramazon chiqqanidan so'ng birinchi bo'lib aytiladigan, illarga jamoatga eslatiladigan masala Maza ba'da Ramazon. Ramazon oyidan so'ng nima qilamiz? Ramazon oyidan so'ng qanday ishlarni bajaramiz degan mo'min musulmonlarga eslatma beriladi. Inshaalloh biz ham mana shuni tushuntirishlikka harakat qilamiz. Bir necha sabablar yoki bir necha yo'llari bilan. Birinchisi A'udhu billahi minash shaytonir rojim va la takunu kallati naqadat ghazlaha. Alloh taolo Qur'oni Karimda Makkada yashaydigan bir ayol kishi tafsirda keltiriladi. Ahmoq ayol kishi haqida Alloh subhanahu va taolo marhamat qilib aytibdiki, "Va la takunu kallati naqadat ghazlaha." Qo'li bilan mehnat qilib, to'qib bir shaklga keltirgandan so'ng naqadat buzib tashlagan ayol kabi bo'lib qolmanglar. Ba'da inkasan o'zi to'qib to'qimalarni tayyorlagandan so'ng buzib tashlagan ayol kabi bo'lib qolmanglar deb Alloh taolo Qur'oni Karimda marhamat qiladi. Bu ayolning qissasi qanday deyilsa, Makka mukarramada bir ayol bo'lar ekan. Bu islomdan avvalgi vaqtlarda mana shu ayol kishi ertalabdan boshlab mehnatga kirishadi va har kuni mana shu ish bilan mashg'ul bo'ladi. Iplarni olib keladi, ularni ip shakliga keltiradi, so'ngra gazlama qiladi. So'ngra mana shu ipdan bir shaklni insonga boshiga kiyadigan shapkamidi, ustiga kiyadigan ko'ylakmidi, jemfirmidi, shunga o'xshagan narsani boyagi ayol kishi mehnat qilib, to'qib nihoyasiga yetay degan vaqtida o'z qo'llari bilan buzib tashlar ekan. Buzib, yirtib, maydalab hech narsaga yaramaydigan qilib tashlar ekan. Nima uchun Alloh subhanahu va taolo bir ayol kishini, ahmoq ayol kishi tafsirda keltiriladiki, imroatun hamqa deydi. Hamqa degani ahmoq degani. Arab tilidan biz tilga to'g'ri tarjima qilingan ahmoq ayol kishi, ya'ni mehnatini chippakka chiqargan, mehnatiga achinmaydigan, mehnatini yo'q qilib yuborgan ayol kishi kabi bo'lib qolmanglar. Mehnatdan so'ng birinchidan vaqti ketdi, ikkinchidan gazlamasi ketdi, uchinchidan chiroyli bir mehnatni, nihoyasiga yetib qolgan mehnatni yo'qqa chiqarib olgan mana bu ayol kishi kabi bo'lib qolmanglar deb Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda marhamat qilyapti. Ulamolarimiz nimaga hozir biz mana bu tafsirni aytyapmiz desa, ulamolarimiz bu ayolga o'xshab qolmanglar deganning sababi qaysi inson ibodat qiladigan bo'lsa, chiroyli ibodat qiladigan bo'lsa, so'ngra mana shu ibodatini o'zi yoki riyo bilan yoki sum'a bilan yoki ibodatdan so'ng fisq va fasod bilan yo'q qilib yuborsa, o'sha ayoldan ham yomonroq. Demak, bu ayol kishi bir kiyimni yasadi xolos, kiyimni to'qidi xolos. Siz esa qaytib kelmaydigan ibodatni qildingiz deb sharhlashadi. Misol, bir inson hajga borsa, pul sarflasa, vaqt sarflasa va kuch sarflasa, bir necha narsalarni sarflasa-yu, hajdan kelgandan so'ng hajdan avvalgidan ham bettar bo'ladigan bo'lsa, mana shu ahmoq ayoldan farqi yo'q. Bir odam umraga boradigan bo'lsa, umra amallari ham vaqt kerak, pul kerak, safar kerak, mehnat kerak, charchoq kerak. Mana bu amallarni hammasini bajarsa-yu, umradan kelgandan so'ng yana avvalgi holatdan ham bettarroq bo'lib ahmoqi chiqadigan bo'lsa, mana bu ayoldan ham bettar deb aytishadi. Bunun Ramazonga nima aloqasi bor deyilsa, biz bir oy mobaynida roza tutdik. Bir oy mobaynida o'zimizni ko'p gunohlardan, kamchiliklardan, xatolardan to'xtatdik. Qo'shimcha tarovih namozlarini o'qidik, qo'shimcha xatm Qur'onlarni qildik. Xossatan mana issiqda roza kelganda suv ichishni imkon bo'lgan vaqtida yoki taom yegimiz kelsa ham 30 kun mobaynida, bir oy mobaynida roza tutdik. Alhamdulillah rozani nihoyasiga yetkazdik. So'ngra xursand bo'ldikki,
bizga Alloh taolo mana shu ro'zani tutishligini imkoniyatini berdi va Ramazon ro'zasini nihoyasiga yetkazdik. Ammo ko'p insonlar Ramazon ro'zasi nihoyasiga yetganidan so'ng Ramazon ro'zasida qilgan ibodatlarni unutadilar-da, xuddiki qafasdan chiqqan qush kabi farz namozlarga ham bee'tibor bo'lib qoladilar. Alloh taolo bizni saqlasin. Ramazon o'zi nima? Qanday qilib tushunamiz esa, Alloh taolo ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alallazina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Ey iymon keltirganlar, sizlarga Ramazon ro'zasi farz qilindi. Sizlardan oldingilarga farz qilingani kabi la'allakum tattaqun. Shoyatki Ramazon ro'zasida sizlarda taqvo paydo bo'ladigan bo'lsa, shoyatki ro'zani tutganinglardan so'ng sizlarda taqvo paydo bo'ladigan bo'lsa degan oyat karimani tushirdi. Taqvo degani, ya'ni mo'min musulmon kishi yaxshiliklarni bajarib, yomonliklardan ehtiyot bo'lishligi. Biz endi Ramazon oyini masalan bir komissiya yoki shunga o'xshagan narsa deb tushunaylik. Ramazon oyi kelgan vaqtida biz juda ibodatlarga berildik. Ibodatlarni qildik. Mana 12 oy bo'ladigan bo'lsa, 11 oyda kelmaydi-da, Ramazon bir oy mobaynida 30 kun yoki 29 kun mana shu ro'za tutiladi. Va biz ibodat bilan mashg'ul bo'lamiz. Ramazondan chiqqanimizdan so'ng mana shu ibodatlarda yana davom etishligimiz uchun, yana xatm Qur'onlarda davom etishligimiz uchun, taqvoda davom etishligimiz uchun va qarang, masalan, tarovih namozi to'xtagan bo'lsa, tungi o'qiladigan qiyomul layl namozlari to'xtagani yo'q. Xatm Qur'onlar to'xtatilgan bo'lsa, Qur'anun virdiyya har kun o'qiladigan Qur'onlar to'xtatilgani yo'q. Sadaqa ehsonlarni Ramazonda ko'p qilayotgan bo'lsak, endi ham mana bu sadaqa ehsonlarni davom ettirsak bo'ladi. Shuning uchun ulamolarimiz aytishadiki, Robbu Ramazon va Robbu Shawwal va Robbu Zulqa'da va Robbu Zulhijja va Robbu hamma oylarning egasi. Ramazonni egasi Alloh taolo. Ramazondan keyingi Shawvalni egasi ham Alloh taolo. Sha'bon, Rajab, Zulqa'da, Zulhijja mana bu 12 oyning egasi Alloh subhanahu va taolo. Ya'ni Alloh taolo siz bilan bizni bir oy ibodat qilishlik uchun yaratmadi. Balki Alloh taolo amallarni to'xtatmadi. Farishtalar yozishlikdan to'xtamadi. O'ng tarafdagi yaxshilikni yozadigan farishtalar, chap tarafdagi yomonlikni yozadigan farishtalar hali ham davom etyapti. Balki Ramazon bir mavsumki, ibodatni ko'paytirishlik mavsumi xolos. Ammo Ramazondan so'ng ibodatni to'xtatishlik mavsumi emas. Shuning uchun hurmatli aziz mo'min musulmon aka-uka, opa-singillar, Ramazon ketdi deb ibodatlardan susaymaylik, kamaymaylik. Ramazonni qabul bo'lishligini alomati yoki umumiy amallarni qabul bo'lganligini alomatini qaysi o'rinda biladi desa, ulamolarimiz aytishadiki, amalni qabul bo'lganligining alomati ana shu amaldan so'ng insonning o'zgarishi. Oyat karimada ham bunga dalolat bo'lyapti. La'allakum tattaqun. Shoyatki sizlarda taqvo hosil bo'lsa deb. Mana endi o'zingizga bir savol bering. Ramazon ro'zasini tutdik. Ramazon oyida qilinayotgan ibodatlarimiz susayib, kamayib ketsa, Ramazondan qutulish uchun tutgan bo'lamiz xolos. Ramazon chiqqanidan so'ng yanada ibodatda, yana zikrda, yana Alloh taologa duoda, tazarruda, xushuda davom etayotgan bo'lsak, demak inshaalloh Alloh taolo siz bilan bizlarni ro'zalarimizni qabul qilibdi. Chunki amalning eng muhim joylaridan biri bu o'sha amalni qabul bo'lishligi. Biz Makkadagi ayol kishiga o'xshab qilingan ibodatlarni, uyu bir kiyimni yo'q qildi. Qilingan ibodatlarni buzib, yo'q qilib, ortidan mana shu ibodat bo'lmagan inson kabi bo'lsak, mana bu ibodatlarimiz qabul emas bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo hammalarimizga tavfiq, hidoyat bersin. Ibodatlarda bardavom bo'ladigan insonlar qatorida qilsin. Alloh subhanahu va taolo bir oy mobaynida qilingan mehnatlarimizni o'zini dargohida beriyalik bilan qabul qilsin. Subhanakallohumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astagfiruka va atubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.